Eshitishimcha, uzoq operatsiyalarda xirurglar pampers kiyishar ekan, shu rost. Bu bilan hech kim xirurglarni oqlamoqchi emasman. Kerak bo'lsa qon quyiladi, kerak bo'lsa plazma quyiladi. Shu paytgacha bemorchida hech narsa qolib ketmagan. Bu juda ham noxush holat. Hech kimga ravo ko'rmayman. Qanaqadir alohida ritualimiz yo'q. Hamma o'ylagan eng bilgan yaxshi duolarimizni o'qiymiz. Faqatgina burun emas, qosh ham qichib qolishi mumkin. Xirurglar haqida xato o'ylaydigan fikrlardan bittasi, hamma xirurglar ichadi, ichgan holatda operatsiya qiladi degan fikr, bu qassoblanishidan anchagina farqi bor. Xirurgiya bu san'at. Hamma mas'uliyatni o'zimga olaman. Men o'zim oqlamoqchi emasman, lekin Assalomu alaykum. Mening ismim Rustamov Akmalxo'ja. Akfa Medline universitet klinikasida shifokor umumiy jarroh, onkokoloproktolog bo'lib faoliyat yuritaman. Bugun xalqimiz orasida juda mashhur bo'lgan jarrohlik haqidagi miflarni yo'qotishga va ba'zi bir axborotlarni, ba'zi bir ma'lumotlarni oydinlik kiritishga, sizlardan kelgan, xalqdan kelgan savollarga javob berishga harakat qilamiz. Navoiy Dreamer userdan kelgan savol. Operatsiyadan 8 soat oldin ovqatlanmaslik kerak, 4 soat oldin suv ichmaslik kerak. Nima keragi bor operatsiyaga qo'rqib kirayotgan odamni bunaqa och qoldirib qiynab? Xo'p, bu savolga javob beradigan mutaxassislar o'zi anesteziologlar hisoblanadi. Men umumiy jarroh sifatida shuni aytishim mumkinki, operatsiyalardan oldin bemorga tushuntiriladi, ogohlantiriladi. Shu yeyish ichish eng kamida 8 soat oldin to'xtatiladi. Nima uchun? Maqsad yana bemorning xavfsizligi. Birinchi o'rinda suv ichgan bemor yoki ovqat yegan bemor operatsiyadan bevosita operatsiya boshlashdan oldin ichib qo'ygan bo'lsa, u oshqozondagi mahsulot bemorga umumiy uyqusizlantirish, og'riqsizlantirish, narkoz, umumiy narkoz xalq tilida aytganda, umumiy narkoz berilgan vaqtida hamma mushaklarni bo'shashtiruvchi relaksantlar qilinadi. Buni natijasida oshqozondagi mahsulot, shu ovqat bo'ladimi, suv bo'ladimi, oshqozonni ichidan og'iz bo'shligiga qaytib chiqishi yoki qusish refleksi paydo bo'lishi natijasida nafas yo'llarini yopib qo'yishi, o'pkaga ketib qolishi mumkin bu suyuqlik, hatto o'limgacha olib borishi mumkin bunaqa holatda. O'shaning uchun istalgan jarrohlik amaliyotidan avval bemorga yaxshilab tushuntiriladi. Yeyish ichish mumkin emas, och qoringa kelishingiz so'raladi yoki operatsiyadan 8 soat oldin ovqat yemagan bo'lishi shart deb tushuntiriladi. Keyingi savolga o'tamiz. Han Life userdan kelgan savol. U qo'limni kesib oldim. Sabzavot archiyotda tiktirishim kerakmi? Siz telefonda yozayotgan bo'lsangiz, значит, bu qo'lingizni kesganingiz unaqa unchalik xavfli emas, tiktirish shart emas. Albatta, u hazil. Bu birinchi o'rinda jarohati chuqurligiga qarab aniqlanadi. Ya'ni qon ketish to'xtamayotgan bo'lsa, kesgan yarangiz chuqur bo'lsa, jarohat chuqur bo'ladigan bo'lsa, bunaqa holatda yara tikiladi albatta. Qon to'xtatish maqsadida, birinchidan, ikkinchidan o'sha hosil bo'lgan yarani, defektni terini teriga olib kelib yopish maqsadida. Ba'zi holatlarda yara chuqur bo'lmasa, yuzaki yara bo'lsa, qon o'zi to'xtab qolgan bo'lsa, tikishga hojat bo'lmasligi ham mumkin. Xo'p, keyingi savolga o'tamiz. Timur useridan kelgan savol. Yaqinda o't pufagimga operatsiya qilindi. Menimcha olib tashlashdi. Qayerga qo'ydinglar? Qiziq savol. O't pufagini olib tashlash amaliyoti o'zi o't pufagida tosh bo'lganda yoki o't pufagida poliplar bo'lganda, ya'ni polip bu xavfsiz o'smalar hisoblanadi. Poliplar bo'lganda yoki o't pufagining ichida toshlar bo'lganda, o't tosh kasalligi deb aytamiz biz. Bunaqa holatda oldin qoida o't pufagini birgalikda tosh boshlar bilan birga olib tashlanadi yoki o'smasi bilan birga olib tashlanadi. Istalgan operatsiyaga kirishdan oldin har bitta bemorga to'liq axborot beriladi. Amaliyot qanaqa o'tkaziladi, qanaqa narkoz beriladi, qanaqa kesma qilinadi, ochiq usulda qilinadimi, laparoskopik usulda qilinadimi, hamma axborot, to'liq ma'lumot beriladi. Ya'ni siz o't tufagingizni olib tashlashganini bilmay qolishingiz mumkin emas. Albatta ogohlantiriladi. Shu o't tufagi o't toshlari bilan birgalikda olib tashlanadi. Olib tashlagan organimiz qayerga ketadi degan savol tug'iladigan bo'lsa, qayerga qo'ydinglar degan bo'lsangiz, jarrohlik amaliyoti natijasida olingan organlar, to'qimalar hammasi gistologik tekshiruvga beriladi. Gistologik tekshiruv deganda bu mikroskop ostida maxsus reagentlar bilan uni bo'yab, mikroskop ostida bir necha marotaba kattalashtirib, uni patogistolog degan soha mutaxassislarimiz bor. Shular olingan to'qimani xavfliligi yoki xavfsizligi, rak hujayralari, o'sma hujayralari bor yo'qligini aniqlab, shu to'qimani aynan xususiyatlarini bizga yoritib berishadi. Olib tashlangan organni topshirishdan asosiy maqsad shu. Legend.uz useridan kelgan savol. Eshitishimcha, uzoq operatsiyalarda xirurglar pampers kiyishar ekan, shu rostmi?
Juda ham qiziq savollar kelyapti. Eng uzoq bo'lgan operatsiyamizni 11 soat bo'lgan. Bizda juda qiyin operatsiya bo'lgan. Ya'ni oshqozon osti bezini o'smasi tufayli qilingan operatsiya. Bu jarrohlikning nomi pankreatoduodenal rezeksiya deyiladi. Laparoskopik usulda qilganmiz. 10 soat davom etgan, 10 soatdan oshiqroq davom etgan. Shunda ham pampersga hojat bo'lmagan. Bunaqa holatda shunchalik jarrohlar jamoasi ishga berilib ketganligidan, ishga mas'uliyat bilan yondashganligi tufayli butun diqqat markazimiz bemorda va shu jarayonni amaliyotni muvaffaqiyatli yakunlab olishga qaratilgan bo'ladi va hojatxona haqida esga kelmaydi ham bunaqa holatda. Keyingi savolga o'tamiz. Uztechgeek yuzeridan kelgan savol. Qanaqa qilib odamning ichida birorta moslamani yoki bintni qoldirib ketish mumkin? Doktorlar osmonga qaraydimi operatsiya vaqtida? Osmonga qarashga vaqt bo'lmaydi. Operatsiya vaqtida hamma butun diqqat e'tibor, nazarimiz bemorda bo'ladi, ko'zimiz bemorda bo'ladi, jarrohlik jarayonida bo'ladi. Qanaqa qolib ketishi mumkin? Eng rivojlangan dunyo davlatlarida ham bunaqa holatlar uchrab turadi. Buni orqasidan qancha janjallar, sudlar haqida eshitib turamiz. Nimaga qolib ketishi mumkin? Qolib ketishi mumkin, tamponlar ba'zida qolib ketadi. Nimaga qolib ketadi? Agar qon ketish bilan shoshilinch ravishda operatsiya bo'layotgan bemor bo'lsa, uni asosiy maqsad qonni to'xtatish bo'lsa, ko'proq tampon ishlatiladi. Har xil tamponlar ishlatiladi. Dokali tamponlar. Shunaqa holatda qon bilan shimilib, rangi qizarib, misol uchun o'zgarib qolgan bo'lishi mumkin yoki jigar tagida yoki jigarning orqasida, diafragmaning tagida, qorin bo'shlig'ining chuqur joylarida ba'zida qolib ketish ehtimoli yo'q emas. Qolmasligi uchun hamma e'tibor qilinadi. Operatsiyani boshlashdan avval hamma butun jarrohlik hamshirasi tomonidan hamma asbob anjomlar, instrumentlar, dokalar, katta tampon, kichkina tampon hammasi sanab chiqiladi. Amaliyotni boshlashdan oldin. Ishlash boshlashdan oldin sanalgandan keyin, amaliyotga ruxsat berilgandan keyin, operatsiya tugagandan keyin, qorinni yopishdan oldin yoki ko'krak qafasini yopishdan oldin, amaliyot tugashidan oldin hamshira yana birma-bir hammasini sanab chiqadi. Bu operatsiyalar hammasi syomka qilinadi. Hozirgi operatsiyalarda hamma yoqda kamera bor. Mabodo oydinlik kiritish kerak bo'lsa, video yozuvlardan ham qarab topsa bo'ladi bu narsani. Yuz bergan yoki yo'qligini, qolib ketdi, qolib ketmaganligini. Lekin qorinni yopishdan avval hamshira hammasini sanab chiqqandan keyin agar kamchilik bo'lsa albatta aytadi. Qorinni o'sha yo'qolgan tampon topilmaguncha hech qachon yopib qo'yilmaydi. Qanday qilib burningiz qichib ketganda chiday olasizlar? Bir marta operatsiya kirgandim, burnimni qachirib yubordim. Hamshira baqirib chiqarib yubordi. Tibbiyot talabasiman. Faqatgina burun emas, qosh ham qichib qolishi mumkin. Bunaqa holatda to'g'ri qiyin bo'ladi. Endi ba'zida maska tushib ketishi mumkin, ba'zida ochki qiyshayib qolishi mumkin, ba'zida har xil vaziyat bo'ladi. Bunaqa holatda endi qo'lni ishlatish mumkin emas, sterilniz buziladi. O'shaning uchun kichik tibbiyot xodimlari yoki bo'sh hamshiralar bo'lsa, kelib yordam berib yuborishadi. Bekmurodov Azizdan kelgan savolni o'qiyman. Xirurglar haqida ko'pchilik xato o'yladigan bitta fikrni aytingchi. Bir eshitaylik, nima dardingiz bor ekan? Ko'pchilik xirurglar haqida xato o'ylaydigan fikrlardan bittasi xirurglar ichmasdan operatsiya qila olmaydi deyshadi. Bu xato fikr juda ham. Ichib operatsiya qilgan xirurgga, misol uchun, men o'zimga xohlamagan bo'lardim. Kimdir men misol uchun operatsiya stolida yotgan bemor bo'lsam, ichgan xirurg meni operatsiya qilishini xohlamagan bo'lardim. Xirurg doim hushyor holatda bo'lishi kerak. Butun diqqat markazi bemorda va amaliyotda qanaqa qaysi metodika bilan qilsa, qanaqa holatda, qaysi usulda amalga oshirsa bemor muvaffaqiyatli tuzalib ketishini o'ylaydi. Hamma xirurglar ichadi, ichgan holatda operatsiya qiladi degan xato fikr, bu mif. Bu noto'g'ri fikr. Keyin savolni o'qiyman. Aytishlaricha jarrohlarga o'z qarindoshlarini operatsiya qilish qiyin ekan. Naborot, men sizni qolganlarga ishonmayman, o'zim yaxshiroq qilaman deb mas'uliyatni olgan yaxshiroq emasmi? Xo'p, bu juda nozik savol. Qarindoshlarni operatsiya qilishga to'g'ri kelib qoladi ba'zida. Lekin bu nozikligi shundaki, bu holatda qarindoshingizga qarindoshdek qaraysiz, bemordek qaramaysiz. Ya'ni unga kuchliroq qayg'urasiz, his-hayajon bo'ladi.
boshqa qarindoshlarni oldida nima degan holat bo'ladi, ya'ni natija qanaqa bo'ladi-yu, man qanaqa javob beraman degan savollar bo'ladi jarrohda. O'shaning uchun ham qanaqadir asorat bo'lib qoladigan bo'lsa, jarrohlikdan keyin bo'ladigan asorat haqida o'ylaysiz, umuman keyin butun umr o'zini ayblab yurishga to'g'ri keladi. Xullas, bu jarrohlik etikasiga, deontologiyasiga to'g'ri kelmaydi. O'zini yaqin qarindoshlarini operatsiya qilish. Ya'ni tig' bilan o'zingizga eng yaqin qarindoshingizga tegish bu juda ham qiyin, og'ir. Hamma mas'uliyatni o'zimga olaman. Sizlardan hammadan ham o'zim yaxshiroq qarayman deb o'ylash bu xatoga olib kelishi mumkin. Hop, keyingi savol Javlon 22 dan kelgan savol o'qiyman. Xolamda qorinlarida operatsiya qilishgandan keyin tikilgan yaradan grija chiqib qolibdi. Bu o'sha xirurgning aybimi yoki bu uchrab turadigan holatmi? Qorin bo'shlig'ida bo'lgan jarrohlik amaliyotlaridan keyin, operatsiyalardan keyin grijalar chiqishi mumkin. Bu grijaga olib keladigan sabablar juda ham ko'p. Birinchidan, operatsiyadan keyin bemorning o'zini rejimga rioya qilishiga bog'liq ko'p narsa. Bandaj taqish buyuriladi. Qorinni yaxshilab o'sha har xil korsetlar bor, grijadan saqlaydigan korsetlar, choklarni ochilib ketishini oldini oladigan maxsus moslamalar bor. Shularni ehtiyotini qilib yurish kerak. Og'ir ko'tarish kerak emas bemorlar. Hammasi tushuntiriladi. Hammasini tushuntirganingizda ham ba'zida qanaqadir vaziyat bo'ladi. Bilmasdan ko'tarib olishi mumkin, bilmasdan kuchli aksirib olishi mumkin yoki bandaj yechib qo'ygan paytida kuchli yo'tal kelib qolishi mumkin. Har xil vaziyat. Nimadandir kuchlanib qo'ydi. Shunaqa holatlarda qorinda tikilgan choklar yirtilishi yoki uzilib ketishi bo'lishi mumkin bo'lgan vaziyat hisoblanadi. Shunaqa holatda ichkaridan a'zolar chiqib qolishi shunaqa operatsiyadan keyingi grijalarga olib keladi. Men o'zim oqlamoqchi emasman, lekin bu vrach aybi tufayli bo'ladi deb aytolmayman. Bu vrachning aybi deb aytolmayman. Ko'p narsa bemor o'ziga bog'liq. Bekzod 99 dan kelgan savolni o'qiymiz. Jarrohlik rostdan ham meditsinskiy kinolardagidek krutoy ishmi? Yoki bu prosta tashqaridan shunday ko'rinadi? Krutoy ish deganda men hammadan zo'rman degani emas bu. Bu juda og'ir kasb, mas'uliyatli kasb. Bitta ustozimizning gaplari bo'lardi. Xirurgni noni juda ham achchiq bo'ladi. Och qolib ketmaydi, non topadi, lekin topgan nonini achchiqligidan yeganda maza qila olmaydi, faqat achchiqligidan yig'lab yeydi deb shunaqa o'xshatish bilan misol keltirgandilar. Bu krutoy ish emas. Krutoy ish emas. Mas'uliyatli, juda ham mas'uliyatli ish. Agar jarroh operatsiya qildi, operatsiyadan keyin bemor zo'r bo'lib ketdi, hamma muammolardan qutuldi, xalos bo'ldi. Bunaqa holatda jarrohdan yaxshi odam yo'q. Qahramondek ko'riladi. U geroy. Qandaydir asorat bo'lib qolsa yoki bemor jarrohlik amaliyoti natijasidan qoniqmasa, o'zini norozichiligini jarrohga bildiradigan bo'lsa, bunaqa holatda bu juda ham noxush vaziyat hisoblanadi. Ba'zida jarroh bu nima uchun jarroh bo'lganiga ba'zan pushaymon bo'lgan holatlarini ham ko'rganmiz. O'shaning uchun bu juda krutoy ish deb aytmayman, lekin mas'uliyatli ish juda ham. Bugun bizga kelgan savollarga qo'ldan kelgancha iloji boricha ilmiy yondashgan holatda ham soddaroq qilib tushuntirishga harakat qildik. Agarda yana sizda qanaqadir savollar bo'ladigan bo'lsa, marhamat kommentariyada yozishingiz mumkin, murojaat qilishingiz mumkin. Qo'limizdan kelgancha yordam berishga harakat qilamiz. Salomat bo'ling.